Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindishimlar Nabija Allah. Bugün yana birlar bilan bir erkin suhbat programmasi uyushtirishni o'ylashdik. İnşallah bugungi juma kuninglar muborak bo'lsin. Alloh bugun qilgan barliq duolaringlarni, amal ibodatinglarni ijobat qilsin deyman. İnşallah qarindoshlarim, bugun bir şekilde programımızın temisi İstiklal Marşımızı hemimiz birlikte yadık alaylı. Yine Dünya Uyghur Kurultayı'nın 5. ayının ahırkı İstiklal Marşı mükafat ötküzüş çakırkıga avaz koşuş arkalık biz mu teşvikat sahasida bu faaliyetga yakından avaz koşuş ve bunu canlandırış ve bunu halkımız arasında umumlaştırış için bir hissimizni qo'shaylik degan şekilde mana her birleri ko'rib turgandek bu maykalarni bizning artış buğra şirket tarafidan besib tarqatildi. Bununla devlet marşımızı tushaygan bo'ldik. Bu yerga devlet girbimizni ve ichki cumhuriyatimizning qurilgan vaqtini yozgan bo'ldik. Bu yerga unutma deb bizning yilda shu qatim xotirlayotgan 5 fevral, 5 aprel, 5 iyul inqiloblarni yozgan bo'ldik qarindoshlar. Demek nima deganda buni bu maykini har birlar shu faaliyetga qatnashgan kollektiv bo'lsin, yakka bo'lsin, o'zining darajasi to'g'ri kelgan qarindoshlarimiz kiyib o'rilsa yoki bo'lmasa milliy kiyimlar bilan o'rilsa yana bo'ladi. Buningda nima yo'q. Ama kollektiv şekilde qarindoshlarimizni bir xillashish uchun bu şekilde bunu mu her birleriga loyihalar sungan bo'ldik. Demek bularmi bizning shu Yevropa, Amerika, Kanada, Avustraliyadagi qarindoshlarımızga bu şekilde bir nima bo'lsin degan şekilde bunu loyilab shu yerdagi qarindoshlarımızga evet bergan bo'ldik. Bir yana agar xohlaganlar bo'lsa shu yerdagi qarindoshlarimiz bilan aloqa qilishib setibasi bo'ladi. Yani ki teşviqotini biz to'plab turlarda yo'llayapmiz. Hem de bugungi nimaga kelsak, temaga kelsak qarindoshlar. Hem de bu Sharq Turkistonimiz Istiqlol marshininki deklamatsiya qilish mukofoti bu 3 derecege 3 derece şekilde yani kollektiv o'rlash, aile boyunca o'rlash, yani shaxslar boyunca o'rlash. Kollektiv boyunca o'rlash deganda asosligi biz 10 dan yuqori mayli cemaat şekilde olsun, meyli okuvatkan her yerde okuvatkan qarindoshlarimiz, oğul kızlar qarindoshlarimiz ayrım şekilde kollektiv bulup o'rlash olsun. Bu şekilde yine ko'z tutgan bo'ldik. İnşallah ondan yuqori şekilde bunu deklamatsiya qilish orqali o'rilsa, anigani uni o'rlagan videoni bizga email elxat adresi yoki bo'lmasa WhatsApp orqali yo'llab bersa, biz uni bağlag'uvchilarimizga qo'yib, bağlag'uvchilar orqali anandan keyin buni bog'lab nomer qo'yishni boshlaydi. Ikkinchisi aile o'yinchi o'rlash. Aile o'yinchi deganimiz masalan ailada 3 jon bilan 5 jon, 7-8 jon bu şekilde ailevi xarakterlik ota-ona bolalar bilan bu şekilde o'rilsimi ham bo'ladi. Buni aileviy qatnashdik deb bir şekilde o'zini iltimos qilsa, biz shu aileviy şekilde deb onunla şu şekilde nomer ve nima qilamiz bağlab qilamiz. Anandan keyin eng oxirgisi shaxslar bo'yicha, yani shaxslar deganimizda mesela bunun da asosliq biz farzandlarimizni ko'z tutgan bo'ldik yoki shaxsiy shaklda o'zim yolg'izdim, men o'zim yolg'iz shaklda o'rlayman, ailemga vakolatan yoki o'zimga vakolatan deb o'g'irlig'ichilarni ko'z tutgan bo'ldik. Bunun da shaxslarga asosliq ko'pincha kichik o'smirlarimiz, yani 7 yoshdan yuqori bo'lgan o'smirlarimiz jiqraq iltimos qilyotdi. Mayli qanday shaklda bo'lsin, bu shaxslarnikiga bu şekilde qabul qilamiz. Talabimiz asosliq biz yo'llab bergan shu tekstni birlikka keltirgan Abdulla Tavfiq apandim 1932 yili yozib qoldirib ketgan bizga shuning tekstini, asl tekstini redlab buni munosabatli qarindoshlarimiz bilan o'rtoqlashib buni 3-4 ay burun ijtimoiy uchur vositalarida bunu bir chiroyli loyihalab buni tarqatgan bo'ldik.
Buni hozir nurg'un qarindoshlarimiz biz tarqatganga asosan buni yodlab hozir biroz buning tili ya'ni ayni vaqtdagi 33-yildagi bizning Uyg'urlarning qo'llanayotgan ya'ni koni tilimiz bo'lganligi uchun masalan qinimizni qonimiz deb ilingan şuna bu şekildeki tillarda balalarımızın biraz yadlışığa ravan bulmaydıken benim oğlumla yadlavatqılı bir aydın açtı. Biraz küçük oğaçqa hem kontul oğaçqa biraz balanın tiliga ravan gelişi qilindiken lekin izchil turda bununla rag'batlantirib kuniga qanchalik bir misra ya 2 misra yodildan balam etigen akşamda bunun nimesini qilsak takrorlatib tursak inshaalloh shundan ravon kelib ketadigan bolaning tili qaymoqdek bo'lgandikin naydi bu takrorlanmagandikin o'lchamli shaklda buni yodga bilib ketadigan shunga biroz vaqt uzun ketib boradi qarindoshlar ammo bizga yo'llagan tayyorlaganlarni biz udluq ijtimoiy uchur taratqularda xalqimizga o'rtoqlashib turdik buni bağlıqçılarımızın bir yaxdan bağlab inshaalloh buni numar qo'yib mangadi. Endi bunun mukafat meselesi. Endi mukafati Dünya Qurultayının aşka nima qo'yganida kollektivnikiga, kollektiv urunduqchilarga birinchi darajalikka 1500 yevro naqd pul va istiqlol medali bilan mukofotlar. Ikkinchi darajaga kollektivga 1000 yevro. Kollektiv nabiyam deganda undan ortiq yuqori adam qatnashgan kollektiv. Üçüncü dereceye 500 euro. Kollektivden. Hem de aile boyunca orulgan birinci derecelik erişkenlikке 700 euro. İkinci derecelik erişkenliğe 500 euro. Üçüncü dereceye 300 euro. Yani bunun da yani istiklal medali hem belli. Onun linkin şəxslər boyunca şəxslərninki birinci dereceye 500 euro. İkinci derece 350 euro, üçüncü derece 200 euro. Yani bunun da mı hem naqd pul hem istiqlal medali var. Hem de bu faaliyetimiz yani 2018 yıl 6. ayının 1. günden başlanıp 2018 yıl 9. ayının 15. günü ahırlaşıdı. Bu müddette yadlap yollasak olur. Hem de Ramazan gelip kalgalık için bu faaliyetlerimiz bir mezgil to'xtab qoldi. Ramazan mezgilde bunu teşvik qilishga, bunu icra qilishga biraz nememiz hem hammamiz ro'zador bo'lg'achqa buni nima qilishga nima bo'lmay qoldi, sharoitimiz to'g'ri bo'lmay qoldi. Shuni buni to'xtatib qo'ygan. Hamda buni rasmiy shaklda tayyor qilib bo'lganlarnikini mudulliklarimiz 5-6 kollektiv ve yakki şekilde o'rilgan qarindoshlarimizni her birlariga bizning YouTube kanalımız ve ijtimoiy uchur vositalarida buni keng tarqatdik. Şuna bilan birga qarindoshlar buni 9. ayning 15. kunigacha shu aloqalash Ferhat Muhammed Dünya Qurultayının muavin reisi bendimning WhatsApp numara elxat adresi avesani buldu yoki meniki gibi vasita mening elxat adresim ve aloqalash numarim shu ekranimning ostida bor. U yerga avesani buldu. Qaysi xil şekilde o'zingizga qulaylik bo'lgan şekilde bunu avetsanglar biz bunu cho'qim tatqa vaqtida telefonni bunday tik tutib olmay bunday keng şekilde ekran şekilde tutup bunu tatsanglar video qilayotgan vaqtingizda videonun süpütiga kapolatlik qilsanglar tavrinib ketmasin biraz mahirlarni yaxshi gavdalantirib to'liq chiqish kerak atroflari va bosh shekli anandan keyin kiyinishi, ana keyin tiksi cho'qim biz belgilab bergan shu tiksni o'lcham qilindi. Undan boshqa shakllarni yodlab olsak vaqtida nomer ilishimiz ta'sir etadi qarindoshlar. Anandan keyin yana bir alayda xush xabar qarindoshlar. Yaqinda men Dünya Qurultayının ba'zi bir munosabatli xodimlar bilan ko'rishib olgan uchurimda shu istiqlol marshini mukofotlash yani 11. ayının 12. günü bizning davlat qurilgan Cumhuriyet günümüzge to'g'rilandi. Shu kuni baholanib, shu kuni 9-15 to'xtagandan keyin bu maylarni o'rinlash nimasi. Anandan keyin 10-15 kuni rətlənib 10-15 günü bu natijaga erishganlar belgilanib bo'lgandan keyin
Anandan keyin mukofot taqdish kuni 11 ayning 12 kuni davlat bayramımız kuniga to'g'rildi. Davlat bayramımız Myunxendagi Germaniyaning Myunxenda o'sha yerda faoliyat qilib o'tkazilmoqchi. Bu davlat buningga dunyoning har qaysi joylarida mehmonlar taklif qilindi. Ham mushu natijaga darajaga erishgan qarindoshlarimizning vakillik xarakterida ularning demo taklif qilinib, shu naq maydonga olib, shu naq maydonda mukofotlangan. Ya'ni mayli qulda bir pasport bo'lsam, ularga viza elib shaklida ham kirasini, yo'l kirasini ko'tarib, u yerga olib borib mukofotlaydigan bu xush xabarga erishgan bo'ldik. Bu naydi hem davlat bayramimizni kollektiv qutlaqlash, hem jo deganda davlat istiqlol marshimizni mukofotga erishgan qarindoshlarimizni, muhayirlarimizni shu naq maydonning o'zida shu kunki faoliyatning ichiga kirib buni mukofotlash bu əmrləşibdi, yəni bir qərar qılınıbdı. Bu nəhayət yaxşı uçur olğaçqa hər birlərlə ortaqlaşqım gəldi. Demək, nimə deyəndə biz bu yerdə həm dövlət bayramımızı kollektiv şəkildə qutlayırıq, həm ço deyəndə erişkən mahirlərimizni bununla qatnaşqan meyli dünyanın nərdən bolsun, qolunda faqat nimesi bolsa kelələrəydigan bir pasportda o şəkildə təklif qilish əkliş imkaniyetinin barlığını bildirген болды mənə. Demek bu hoş haberim her bir muşu tan hoş haber oldu. Hem maddi cihette mukafotlaş hem bir devletke ekilip orlaştırıp şu şekilde mukafotlaş sorunda devlet bayramımızı kutlayatkan sorunda mukafotlaş bu neydi? Ben üçümün ait bir hoşanlarlık haber oldu deymen. Şu an bu haberler birlerle ortaklaştım arkadaşlar. Onun için ciddi bir şekilde bununla tayyorlik qilayotgan qarindoshlarimiz ciddi tayyorliqlarni bitirib muddatdan burun bizga yo'llab berishga tirishsa, agar buningda ba'zi texnikalik yoki bo'lmasa yo'llayanmayman, qanday bo'ldi deb ba'zi bir masalaga duch kelgan bo'lsa, mening shu nomerim bor. Bu nomerim orqali har qanday vaqtda mayli el-xat orqali bo'lsin, mayli telefon yoki WhatsApp nomerim orqali aloqalashsanglar bo'ladi. Men cho'qim qo'limizdan kelishicha bilginimizni har birlari bilan o'rtoqlashimiz, beslat berishga har qachon tayyor. Shunga bilan birga qarindoshlar, buning muzikasiga nisbatan Dünya Uyghur Qurultayı tarafidan Qozog'istondagi bizning Uyghur ansambllari tarafidan akkortlashtirib muzikalar var ekan. O muzikani yo'llab qo'ydik, 2,5 minutlik to'p-to'plag'am yo'llab qo'ydik. Agar o muzikani kirishtirib foydalansanlar texi yaxshi. Çünkü bazıları muziklik şekilde qilamiz degan qarindoshlarimiz onu tavsiya qilamiz. Ama bunu ölçemlik şekilde hazır o'tirda ba'zi bir har xil tekis şekilleri bulaqlıq şu tekis şekillerinin biz bir xillashtiramiz, bir xil şekli kesin degan şekilde biz bu tuzilgan buni yana tuzilgan deyman da rətlengen, qayta rətlenib chiqilgan Memtili Tevfik Efendim 32. yazgan şu vaqtidagi yazgan tekstiga eng yaqin şekilde rətlenib chiqqan nusxasini har birlariga necha oy bo'ldi buni taqdim etamiz. Buni yodlab bo'lgan qarindoshlarimiz nurg'un. Şuna bunun da teran qap ketmey, şu biz yollagan şu qismini yodlasanglar, nayta xilda. Agar buning yana nim qalanmagan qarindoshlarimiz mana maykalarni dunyoning har qaysi yerlariga tarqatgan bo'ldik. Mushu mayka ne kiyib chiqishinglarni agar o'rindash vaqtida kollektiv shaklda olsun, yak shaklda kiyishinglarni razmingiz to'g'ri kelsa, anandan keyin buni har bir bolalarimizga o'rgatishinglarni, avlodlarimizni bu shaklda davlatimizning milliy marshini, istiqlol marshini bunu bildirishni umumiy harakatga aylandırışımızı, bunun mühimligi hammamiz bilamiz. Biz davlatchilik ideyasimizni, davlatchilik mustaqilligimizni qo'limizga olamiz deyotganimiz cho'qim davlatchilik ideyasi bilan qurollanishimiz kerak. Anandan keyin shu deganda davlatimizning bayrog'ini aniq tunishimiz kerak, davlat girbimizni aniq tunishimiz kerak, davlat istiqlol marshimizni aniq bilishimiz kerak. Bu shaklda bu yumshoq detallar bo'ladi. Bu detallar bo'lganda bu detallarni nayet yaxshimiz o'zimizga o'z istigan vaqtda anamlikin biz keyingi qadamlarimizni ravon elib ma'alaymiz deyman. Qarindoshlarim bilgan vaqt munosabati bilan men shunchalik gap qilay. Agar bu programmada so'zlangan so'zlarimda tushunilmaslik yoki bo'lmasa xato ketgan yerlar bo'lsa
Yani qarindoshlarımning samimiy taklif berishini umid qilmay, men bilan aloqalashuvchilar yana bir qatam qilay. Shu ekranimning ostida nima bor? Bizning aloqalash adresim, WhatsApp aloqa nomerim deb, mening nomerim yozilib, el-xat adresim yozilib, qarindoshlar buning bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Yoki bo'lmasa Dunyo Uyg'ur qurultoyining tor betidami bor, munosabatdagi shu yerga qarindoshlarimizning nomerlari bor. Shular bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Her birlerini Cenab-ı Allah'a tavşirip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.